Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Ochiq muloqot turkumidan yana jonli efirdamiz. Biz bugungi ko'rsatuvimizda qaysidir bir qarorning ijrosi emas, yoki bo'lmasa qaysidir bir iqtisodiy islohotlarning tahlili emas, balki biz bugun ma'naviyat haqida siz bilan fikrlashamiz. Qolaversa, shunday bir davrlar bo'ldiki, ana shu davrlarda kitob o'qish yoki bo'lmasa kutubxonaga borish, kutubxonaning o'quv zallarida o'tirish go'yoki hammaning esidan chiqib qoldi. Lekin keyingi 2-3 yil ichida bunga alohida bir e'tibor qaratildi. Hattoki bu davlat siyosati darajasiga ko'tarildi desak, hech ham bir mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shunday ekan, bugungi kunda O'zbekistonda kitobxonlikka bo'lgan e'tibor, qolaversa axborot kutubxona markazlari faoliyatini yaxshilash borasidagi harakatlar sezilarli darajada o'zgardi desak, bu ham xato emas albatta. Demak, anglaganingizdek, biz bugungi ko'rsatuvimizda mana shu mavzuni tanlab olganmiz. Odatdagidek biz jonli efirdamiz. Bugungi tanlangan mavzu doirasida, ya'ni siz istiqomat qilayotgan hududda axborot kutubxona markazlarining faoliyati qay darajada? Bugun ularning moddiy texnika bazasi sizni qoniqtiradimi? Yoki bo'lmasa ana shu hududlardagi axborot kutubxona markazlari binosi qay darajada? Biz bugun sizdan ana shunday savollarni kutib qolamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini tanishtirib o'taman. Mahmud Az-Zamakhshariy nomidagi Xorazm viloyat axborot kutubxona markazi axborot texnologiyalari va innovatsiyalarini joriy etish bo'yicha direktor o'rinbosari Bobur Karimov, markazning axborot kutubxona ilmiy metodika xizmati rahbari Shuhrat Matkarimov, markazning O'zbek Turkman do'stlik uyi bo'limining xizmat rahbari Shamirot Qalandarov, Yangiariq tuman axborot kutubxona markazi direktori Manzura Yusupova, Urganch tuman markazi bibliografiya xizmati rahbari Dilnoza Sotiboldiyeva, Bog'ot tuman axborot kutubxona markazi direktori Gulbahor Rajabova, Qo'shko'pir tuman axborot kutubxona markazi direktori Gulshan Saidova, Gullan tuman axborot kutubxona markazi direktori Gulnora Karimova, Hazorasib tuman axborot kutubxona markazi direktori Dildora Bobojonova, Xonqa tuman kutubxona markazi direktori Haticha Avezova, Yangi Bozor tuman axborot kutubxona markazi direktori vazifasini bajaruvchi Saida Kenjayeva, Tuproqqala tumani axborot kutubxona markazi direktori Ikromboy Bakiyev, Shovot tuman axborot kutubxona markazi direktori Maryam Pirjanova, Xiva tuman axborot kutubxona markazi direktori Malohat Ro'zmetova hamda Urganch tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi Zilola Saidovalar bugungi ochiq muloqot ko'rsatuvimizning ishtirokchilari hisoblanadi. Demak, biz dasturimiz avvalida aytib o'tdik. Kitobxonlikka, axborot kutubxona markazi faoliyatini yaxshilashga bo'lgan e'tibor bugun O'zbekistonda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Xo'sh, o'tgan 2025-yilda viloyatimizdagi mana shu viloyat markazidagi Mahmud Az-Zamakhshariy nomli viloyat axborot kutubxona markazi faoliyati. Qolaversa, mana shu shahar va tumanlardagi axborot kutubxona markazlarining faoliyati o'tgan yilda qanday ishlar qilindi yoki bo'lmasa 2026-yilda nimalar reja qilib olingan? Biz bugun mana shu mavzuda suhbatlashamiz. Rahmat. Bu borada Bog'ot tumanidagi ishlar qay darajada faoliyat? Assalomu alaykum. Bugungi kunda ham bizning Bog'ot tumanimizda kitobxonlikka qiziqish, rivojlanish bo'lyapti. Bizning 19-yilda 92 ming fondi ega bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib 97 ming fondimizga egamiz. Bu borada bu yangi adabiyotlar bilan mahalliy byudjet asosida to'ldirilib, boyitilib borilmoqda. Mana chekka qishloqlarda mahalliy kutubxonalar bizda ham yo'lga qo'yilgan. Prezidentimizning 5046 sonli qaroriga asosan qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida tumanimizda Yangi Qadam va Uzumzor tumanlarida yangi bino qurilib, mahalla binosi qurildi va u yerda axborot kutubxona markazi xodimlari faoliyat ko'rsatib bormoqda. Va bu yil 25-yilda moddiy baza, texnik bazamiz rivojlandi. Kutubxonamizda 18 ta kompyuter alindi. Kompyuter zallari mavjud bo'ldi. 2 ta kompyuter zali va bitta o'quv zallari hozir kutubxonamizda mavjud.
Rahmat. Umuman olganda bugun o'sha kutubxonaga, axborot kutubxona markaziga kirib kelayotgan har bir kitobxon uchun xoh u qog'oz ko'rinishida bo'lsin, xoh u elektron ko'rinishda bo'lsin, kitob o'qishi uchun barcha sharoitlar yaratilyapti albatta.